Bugungi dunyoda bittagina yolg'on ijtimoiy fikrni o'zgartirishi mumkin, siyosiy qarorlarga ta'sir qilishi mumkin, millatlar haqida noto'g'ri tasavvurni yaratishi mumkin. Bugungi kunda biz bir narsani aniq tushunishimiz kerak. Haqiqat endi o'zi bilan o'zi yashamaydi. Haqiqat endi bu tekshiradigan, tahlil qiladigan va hatto himoya qilinadigan narsa bo'lib qoldi. Internet paydo bo'lgunga qadar yolg'on tez tarqalmagan, lekin bugun bir soniyada millionlab odamlar bir xil noto'g'ri ma'lumotlarni ko'radi. Shu sababli barchamizga bitta savol paydo bo'ladi. Biz haqiqatni himoya qilishni o'rganyapmizmi yoki yolg'on bilan yashashga ko'nikyapmizmi? Shu savol bilmadim ko'pchilikni qiziqtiradimi yoki yo'qmi. Eski davrning odamini rad etishi qanday bo'lgan? Oldin faktlarni tekshirish juda ham sodda edi. Agar kimdir yolg'on ma'lumot tarqatsa, hammamiz bilamiz ekspert chiqardi, rad javobini berardi va shu bilan muammo tugaydi deb hisoblanardi. Mana shu yuqorida aytib o'tilgan tizim ishlaydi. Chunki axborot sekin tarqalardi, manbalar esa kam edi, auditoriya kichik edi. Lekin bu modelda bitta katta muammo bor. Yolg'on tez tarqalardi, haqiqat esa sekin yetib borardi. Natijada rad etish ham doimo kechkardi. Muammo esa axborot yangi ekotizimiga aylandi. Bugungi internet umuman boshqacha dunyo. Endi har kim kontent yarata oladi. Har kim ma'lumotlarni tarqata oladi. Algoritm esa hissiyotga asoslangan kontentlarni yanada hammaga ko'proq ko'rsatadi. Bu joyda demak nima bo'lyapti? Yolg'on ma'lumotlar tez tarqaladi. Millionlab reaksiyalarga ega bo'ladi. Millionlab kommentariyalar bo'ladi va bu narsalar barchaga ko'proq ishonch uyg'otadi. Nega deganlar uchun? Chunki inson miyasi qo'rquvga tez javob beradi, shokka tez ishlaydi. Murakkab haqiqatdan ko'ra oddiy yolg'onni qabul qilishni oson topadi. Bu yerda yangi yondashuv keladi. Ilmiy qilib aytganda fact checking evolyutsiyasi. Shu nuqtada yangi model paydo bo'ladi. Endi faktlarni tekshirish faqat rad etish emas, balki tizimli tahlilga aylanadi. Bularning barchasi nima degani? Endi savol shunchaki, bu to'g'rimi yo noto'g'ri emas. Endi savol, bu ma'lumot qayerdan kelgan? Kim birinchi tarqatgan? Qanday kontekstda olingan? Va nihoyat qanday o'zgartirilgan? Bu yerda esa yangi tushuncha kiradi. Metadatalar tahlili. Metadatalar o'zi nima? Ko'pchilikni qiziqtiryapti, shekilli. Metadatalar bu oddiy ma'lumotlar emas. Bu ma'lumot haqidagi ma'lumot bilmaganlar uchun. Masalan, video qachon yuklangan, qayerdan yuklangan, tahrirlanganmi yoki yo'qmi, birinchi versiyasi qanday bo'lgan degan savollar. Oldin biz faqat nima deyilganligini ko'rardik. Endi esa bu nima orqali yaratilgan degan savol muhimroq bo'lib qoldi. Va shu joyda juda ham muhim o'zgarish bo'ladi. Eski fact checking shunaqa tushuncha bor. Kontentni o'qirdi, rad etardi. Yangi fact checking esa kontentni parchalab tashlaydi. Manbalarni turli xil yo'llar bilan tekshiradi. Hattoki sun'iy intellektlar yordamida internetdagi barcha izini kuzatadi va nihoyat raqamli izlarni tahlil qiladi. Bu narsa jurnalistika emas, afsuski. Bu endi raqamli kriminalistikaga yaqinlashyapti. Nega bularni barchasi muhim? Eshitgan narsalaringizni endi asosi. Bugungi dunyoda bittagina yolg'on ijtimoiy fikrni o'zgartirishi mumkin, siyosiy qarorlarga ta'sir qilishi mumkin, millatlar haqida noto'g'ri tasavvurni yaratishi mumkin. Shuning uchun faktlarni tekshirish endi faqatgina jurnalistlarning vazifasi emas, balki har bir foydalanuvchilar uchun zarur ko'nikma. Agar sizlar shu joylarni tushungan bo'lsangiz, yangi ekspert rolini ham eshiting. Juda ham qiziq. Bugun ekspert bo'lish ko'p gapirish emas, qizig'i rad etish ham emas. Bugungi ekspertlar ma'lumotni ildizini ko'ra oladi, manipulyatsiyalarni ajrata oladi va eng muhimi shoshilmaydi. Chunki zamonaviy axborot urushida tez javob emas, balki to'g'ri tahlil yutadi. Yakuniga shu narsani aytishimiz mumkin. Faktni tekshirish evolyutsiyasi bizga faqat bitta narsani o'rgatadi. Haqiqat endi
o'zini himoya qilmaydi. Uni tekshirish kerak, tahlil qilish kerak va ba'zida qayta qurish kerak. Eng muhim savolni beraman. Siz ko'rayotgan ma'lumot haqiqatmi yoki bo'lmasam yaxshi ishlangan illyuziyami? Albatta videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun azizlarim juda ham kattakon tashakkur. Alloh har biringizni, omadingizni, iymoningizni, tafakkuringizni boshingizdan soyabon qilsin. O'ylaymanki, videoga o'zingizni fikringizni qoldirasiz, like bosasiz, eng asosiysi obuna bo'lishni unutmaysiz. Kelgusi kursda ko'rishguncha salomat bo'linglar.